Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz mustaqillik yillarida O'zbekistondagi ma'naviy va madaniy taraqqiyot. Reja. Birinchisi, ma'naviy merosning tiklanishi va rivojlanishi. Ikkinchisi, tarixiy xotiraning tiklanishi. Uchinchisi, diniy va milliy qadriyatlarning tiklanishi. To'rtinchisi, ta'lim ravnaqi. Beshinchisi, badiiy adabiyot. Oltinchisi, me'morchilik, haykaltaroshlik va amaliy san'at. Yettinchisi, kino san'ati, teatr, o'zbek sirki. Va sakkizinchisi, milliy musiqa va qo'shiqchilik, muzey, sport haqida faoliyat yuritamiz. Ma'naviy merosning tiklanishi va rivojlanishi. Biz bilamizki, Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davrida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz oyoq osti qilindi. Ona tilimiz, boy ma'naviy merosimiz qadrsizlantirildi. Ko'plab masjid-u madrasalar, milliy maktablar, tarixiy yodgorliklar buzildi, qarovsiz qoldi. O'zbekiston mustaqilligini qo'lga kiritgan kundan boshlaboq boy ma'naviy merosimizni tiklash va rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga buyuk hissa qo'shgan bobolarimiz Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Bahovuddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, Ibn Sino, Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Bobur kabi ko'plab ajdodlarimizning milliy va ma'naviy merosi xalqimizga qaytarildi. Bu buyuk siymolarning tavallud topgan kunlari butun mamlakat bo'yicha nishonlandi. Ruhlari shod etildi. Asarlari qaytadan nashr etildi. Biron bir xalq o'z tarixini bilmay, asrlar osha yaratilgan ma'naviy merosini rivojlantirmay turib, o'z kelajagini tasavvur eta olmaydi. Mustabid tizimi davrida xalqimizning soxtalashtirilgan tarixini xolisona, haqqoniy yoritish barcha o'quv maskanlarida vatan tarixini o'qitish borasida muhim tadbirlar amalga oshirildi. Uzoq davr mobaynida buzib ko'rsatilgan yoki kitoblardan tushirib qoldirilgan tarixiy voqealarni xolislik, haqqoniylik tamoyillari asosida yaratilgan qator ilmiy asarlar, darsliklar va o'quv adabiyotlari yaratildi. Natijada buyuk bobolarimiz nomlarini yosh avlod tanib, ular yaratgan bebaho merosni o'rganish va avaylab asrab kelajak avlodga yetkazib berish imkoniyati paydo bo'ldi. Birinchi prezidentimiz tomonidan ularning tavallud ayyomlari keng nishonlanib, yillarga nomlarini berish urfga aylandi va hozirgi kunda ham davlat rahbari tomonidan bu buyuk siymolarning ijodiga juda katta e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. 1991-yil Alisher Navoiy tavalludining 550 yilligi keng nishonlandi. Pushkin nomidagi adabiyot institutiga Alisher Navoiy nomi berildi. 1994-yil Mirzo Ulug'bek yili deb e'lon qilindi va uning 600 yilligi mamlakat va jahonda keng nishonlandi. 1992-yil may oyida Namanganda ulug' ajdodimiz Mashrabga bag'ishlab tadbirlar keng nishonlandi va bu shaharda uning nomi bilan ataluvchi katta istirohat bog'i barpo etilgan. 1998-yil 24-oktyabr kuni Farg'onada Ahmad al-Farg'oniy tavalludining 1200 yilligi keng nishonlandi. 1999-yil 5-noyabrda Xorazmda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligi nishonlandi. 1999-yil 17-dekabr kuni Ogahiy tavalludining 190 yilligi nishonlandi va yana 1997-yilda Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yilligi keng tartibda nishonlandi. 1999-yil 6-noyabr kuni Termizda Alpomish dostonining 1000 yilligi keng nishonlandi. 2000-yilda Hazrati Alisher Navoiyning 560 yilligi yana ham kengroq nishonlanish holati amalga oshirilishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda 2001-yilda Xorazmda
Avestoning 2700 yilligi keng nishonlandi va Avesto kitobi dunyoga kelganidan buyon ilk marotaba o'zbek tiliga tarjima qilindi va nashrga chop etilishga berildi. 2002-yilda Termiz shahrining 2500-yilligi, Shahrisabzning 2700-yilligi UNESCO ishtirokida keng bayram qilindi. 2003-yilda Abduxoliq G'ijduvoniy tavalludining 900-yilligi nishonlandi. Imom Abu Iso at-Termiziyning 1200-yilligi, Mahmud az-Zamaxshariyning 920-yilligi 1995-yilda nishonlandi. Najmiddin Kubroning 850-yilligi, Bahovuddin Naqshbandning 675-yilligi 1993-yil va Hoji Ahror Valiyning 600-yilligi keng ko'lamda nishonlandi. 2000-yil islom olamining ulug' huquqshunosi Burxoniddin Marg'iloniyning 1200-yilligi va Benazir Alloma Abu Mansur Moturudiyning 1130-yilligi keng nishonlandi. Imom Buxoriyning 4 jilddan iborat, Imom Termiziyning 1 jilddan hadis kitoblari chop etildi. Qur'oni Karim 8 marta jami 1 million nusxada nashr etildi. 2002-yil Qur'oni Karimning izohli tarjimasi Shayx Abdulaziz Mansur tomonidan tayyorlandi. 2006-yilda esa 3-noyabr kuni Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000-yilligi keng nishonlandi. 2006-yil Qarshi shahrining 2700-yilligi nishonlandi. 2007-yil Marg'ilon shahrining 2000-yilligi keng nishonlandi. 2008-yil Samarqand shahrining 2750-yilligi bayram qilindi va Samarqand shahrining Rimga tenglashtirish holati amalga oshirildi. 2009-yil esa Toshkent shahrining 2200-yilligi keng ko'lamli tarzda bayram qilinib nishonlanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mustaqil O'zbekistonda Amir Temur siymosini qayta tiklash va uning shaxsini qadrlash. Bugungi kunda Buyuk bobokalonimiz Amir Temur tavalludining 660-yilligini nishonlash to'g'risida 1994-yil 29-dekabr kuni, 1996-yil Amir Temur yili deb e'lon qilinishi to'g'risida va 1995-yil 26-dekabrda Temuriylar tarixi davlat muzeyi tashkil etilishi va Amir Temur ordeni ta'sis etilishi to'g'risida 1996-yil qator farmon va qarorlar chiqarildi. 1996-yil Amir Temur yili deb e'lon qilindi va Amir Temur tavalludining 660 yilligi jahonning 50 dan ortiq davlatlarida keng qamrovli tarzda nishonlandi. Amir Temurning 660 yillik yubileyi 1996-yil 21-24 aprel kunlari Fransiya poytaxti Parij shahrida UNESCO tashabbusi va rahbarligida nishonlandi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov ishtirok etdi va katta nutq so'zladi. UNESCO qarorgohida Temuriylar davrida fan, madaniyat va maorifning gullab yashnashi mavzusida xalqaro konferensiya va ko'rgazma uyushtirildi. Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentiga Amir Temurning 1402-yili fransuz qiroli Sharlga yo'llagan maktubini sovg'a qildi. 1996-yilning 18-oktyabr kuni Temuriylar tarixi davlat muzeyi ochildi. 1996-yil 18-oktyabr kuni Islom Karimov Samarqandda Amir Temur haykalini tantanali ravishda ochdi. 1996-yil 18-oktyabr kuni Shahrisabz qadimiy kishda Oqsaroy hovlisida Amir Temur haykali ochildi. Mustaqillik yillarida Amir Temur taraqqiyoti buyuk davlatchilik va ma'naviy qudrat timsoliga aylanganligini ko'rishimiz mumkin. Vatanimiz ozodligi yo'lida shahid ketgan buyuk allomalarimizdan Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir, Behbudiy, Avloniy kabi xalq jigarbandlarining nomi, hurmati o'z joyiga qo'yildi. Asarlari chop etildi. Islom Karimov tashabbusi bilan Toshkentda mustamlakachilik davri qurbonlari xotirasini abadiylashtirish maqsadida 2000-yilda Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi tashkil etildi. Shu yildan boshlab har yili 31-avgust Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida keng nishonlanadigan bo'ldi. Xalqimizning 1941-45-yillarda bo'lgan Ikkinchi jahon urushida jon fido etgan farzandlari xotirasini abadiylashtirish maqsadida 1999-yilda Toshkentda Xotira maydoni majmuasi barpo etildi. Bugungi qisqacha darslarimiz shundan